Mana bu tarafdan kirib kelganda bu tarafdan. Va mana bu yerdan o'tazlar. Bu yerdan o'tgandan chapga burilib lift bor, mana burchakda liftdan chiqib borsa bo'ladi. Bekzod akam bilan birga. Mana shu yerda mintlar turibdi, mana bu orqasida. Liftda chiqib kelgan yaxshi pastdan. Bu tabloda odamlar ko'ryapti. Qayerga o'tish kerak bo'lmasa. Bu tog'amiz Namangandan kelibdi, buniki aeroportiga mana. Ha, necha soatda chiqdim dedingiz aeroportdan? Ha? Aeroportdan necha soatda chiqdim dedingiz? 1 soatga bordim. 1 soatga bormi? Gap yo'q. Bekzod akam, Yo'ldoshbek aka, men shunday gaplar. Moskvaga yangi kelgan yurtdoshlarimizni 5 ta problemasi bor. Shu 5 ta problemani bir joydan hal qilsalaringiz bo'ladi. Va bular nima? Bularga SNIS, biometriya, gosusluga, sim karta va bankovskiy karta. Siz atiga 500 rublga bitta sim karta sotib olasiz va qolgan xizmatlarimiz bepul. Va bundan tashqari yana qanday xizmatlaringiz bor? Bundan tashqari восстановление gosusluga, перевод pasport va qo'lingizda трудовой договорingiz bo'lsa, удавление ham qilib beramiz. Moskva Metrotolskaya 2-bekat podzemniy xotdan o'tib, mana shu торговый center Karablga kelaverasizlar. Bundan tashqari yana adreslarimiz bor. Ekranga yozilgan, qaysi biri sizga yaqin bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib kelishlaringiz mumkin. Ichkarida qo'ldan kelgancha video qildik, endi bu yerda aylanib yuradigan ahrinlar qo'ymayapti-ku video qilishga. Yo'ldoshbek aka, siz bizni obunachilarga vaziyatni tushuntirib bering, bizga qaraganda ko'proq yurasiz aeroport sohasida. Aeroportda hozir mana 20:10da kelgan Tojikiston hali chiqqani yo'q. Moskva vaqti bilan kechqurun 20:20da kelgan Namangan yaqini 1 soat, 1 soatdan chek turib, eng uzog'i 2 soat, 2,5 soatgacha qolib ketib chiqyapti. Holat shunaqa. Zhukovskiy yaxshi krizayotgandi 1-2 oy oldin, hozir 2 oy, 1 oydan beri Zhukovskiy ham Tojikistonni qaytaryapti. Ertalab bizni tanishlarimiz kelgan, telefon qilib gaplashdik, bo'lmadi. 50 tami 60 tani qaytarib oldi. Undan 1 oy bo'lmasdan oldin ham bir tanishimiz kelgan 50 ta 60 ta 30 ta 40 ta kishini qaytarib oldi. Domodedovo bilan Vnukovoda tojikistonliklarga holat bir xil. Ba'zida Vyetnam yaxshi, ba'zida aqam tema bir xil. Tojikistonga Domodedovoga kelmayman, Vnukovoga kelaman, Vnukovoga kelmayman, Domodedovoga kelaman degan gap bo'lmasligi kerak aslida. Bundan keyin ikkalasida bir xil tema. Bir xil tema, bir xil vaziyat. Zhukovskiyga постоянный время вообще опасный bo'lib qoldi. Aytyapman, qaytib ketdi. Ko'pi Tojikiston hozir Ufaga kelyapti yoki Kazanga kelyapti. Yo'qdan keyin juda Moskvaga uchib kelyapti. Bilet kopeyka turadi, arzon turadi. Yo'qda doproslar kam bo'lyapti ekan, bizni obunachilarimiz shunaqa deyapti. Tojikistonliklar shu Ufa bilan Kazan bilan kelyapti. To'g'ri gapni aytdingiz. Men 2 oy oldin o'zim uchib kelganimda Ufaga keldim. Shu telefon Ufaga keldim, telefonni tekshirgan ham yo'q, qayerga boryapsan ham deb so'ragan yo'q. 1 soatda bir samolyot bilan o'tkaryapti. Moskvadan qaytganlar bor ekan, shular yana qaytyapti. Yana qaytdi. Yana ha. Rossiyadan qaytganlar, Sheremetova, Domodedovo, Zhukovskiydan qaytganlar kela olmaydi. Shunday. Ular bitta narsa qilib ko'radi, tavakkal. O'shanda ham qaytib ketishga tayyor bo'lib, Shunday. qaytib borgan kunidan boshlab 1 hafta bo'lmasdan supa kun boshladan harakat qilib ko'rish kerak. Negaki bir-ikkita bizni obunachilarimiz, tanishlarimiz o'tib ketgani bor. Lekin любой время chegaradan yana qaytib ketishga tayyor bo'lib kelishi kerak. Borib agar ko'proq o'ylanib yursa, вообще foydasi yo'q. Borgan kuni iloji bo'lsa 2 kun, 3 kunda yo'q, supa kun mashinalar harakat qilib ko'rish kerak. Shu boshqa narsani foydasi yo'q. Tekshirtirsa ulardan deport запрет выдворение chiqmaydi. Просто нежелательное лицо qanaqadir Rossiya kirishni xohlamadi. Shunaqa holatlar bilan qaytaryapti. Ularga Rossiyaga kirdi degan pechat urilmagan. O'zbekiston Tojikistondan chiqdi deb pechat urilgan, yana O'zbekiston Tojikistonga kirdi deb pechat urilgan. Tamam, gap yo'q. Rahmat. Yo'ldoshbek akamiz buni sizlarga chiroyli qilib qisqacha londa tushuntirdi. Aka-ukalar, kuzatib turganlar. Kimgadir avia kassadan bilet olaman dedi. Shu kassaga yurgisi kelmaydi. Mana shu Yo'ldoshbek akam ko'plar taniydi. Obunasi ham ko'p, aeroportda doim ijod qilib borasiz, xalqimiz xizmatida bo'lib. Yo'ldoshbek aka sizni shu xalqimizga ko'rsatayotgan nomeringiz borga xizmatda bo'layotgan, bilet sotadigan, WhatsApp, Telegram oladigan telefon nomeringizni ekranga qo'yaman. Bu hech qanday reklama emas, shu video qilyapmiz. Men sizlar shu obunachilarimizga aviakassangizni aytib o'tmoqchiman. Metro Kankovada, Metro Kankova 6-yilga 3-fotdan chiqqanda yo'q aviakassa. Ya, bemalol ekrandagi nomerga kimdir bilet xarid qilmoqchi bo'lsa, aka-uka opa-singillarimizdan telefon qilaverasizlar Yo'ldoshbek akamizga. O'zlari javob beradi. Telegram kanallari bor. Obuna bo'lingizlar, kuzatishda davom etingizlar. Cho'tki yangiliklarni ulashib turadi. YouTube kanalida ham, Instagram kanalida ham, Telegram kanalida ham. Biz ham YouTube, Instagramda sizlarga Telegramda ijod qilib vaziyatlar ko'rsatib boramiz. Kuzatishda davom etingizlar. Yana qanday gaplar bor ekan? Shu hozircha bizni ham mana kuzatib turganlar bo'lsa, shu bu videoni agar menga o'zingizga tashlab bersangiz, men ham qo'yaman. Qasam bo'lgan o'tinglar, obuna bo'linglar, bu ham
qo'ldan kelgancha ko'proq ishlarni chiqarib boradi va mana shu Rossiyadagi holatlarni kimga qanaqadir dokumentga kerak bo'lsa, qanaqadir xizmatga kerak bo'lsa, bemalol mana shu kishiga obuna bo'linglar, mana shu kishiga aloqaga chiqinglar. Qo'ldan kelgancha bizdan faqat foydali narsa olasizlar xolos. Hali shuncha yilgacha bizdan hech kim zarar ko'rmagan. Shunda albatta, Biz albatta. zarar ishlarni qilmaymiz. Albatta, qani to'g'ri yo'lda bo'lsa, to'g'ri odamlar qizarsa bo'ldi. Rahmat aka, kattakon chap qo'l bilan beshadan Salomat. charchamang. Mayli, rahmat. Bezod aka qo'lga tarib qo'ying. Bezod aka sakkichga bosib qo'yinglar. Bular mana hozir Tojikiston hamda O'zbekiston fuqarolarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Tojikiston fuqarolar o'zi ana shu kelibdi. Soat mana 8:20 da chiqamiz. 2 soat bo'ldi, hali chiqqan yo'q. 10:20 Mana O'zbekiston fuqarolari bu aeroport yaxshi, faqat Sheremetiyevdan shu sal keyinroq. albatta. Tojikistondan kelayotganlar sizlarni sshu Ufaga men o'zim kelgan aeroportga uchishlaringizni tavsiya etaman. Hamma kelib sotqani qilib, hamma kelib sotqani qilib vatanga qaytsin.